uch xonali sonni uch xonali songa bo'lishga taalluqli bo'lgan misol 715'i 143 ga bo'ling deyilgan. 715'i 143 ga bo'lishda nima qilamiz? O'zimizga oson bo'lishi uchun, bo'lishda to'g'ri tanlash uchun ikkalasidan ham oxirgi xonasidagi sonlarni o'chiramiz. Yopamiz yani. Yopganimizda bu bo'ladi 71 bo'luv 14 bo'lib qoladi. Mana bundan 5 o'chdi, bundan 3 o'chirdim. Yani 71 bo'luv 14 bo'lib qoldi. 71 14 ga kallamizda hisoblab ko'rsak 5 ta atrofi yetadi. Demak 5 ta berib ko'raman. 5 ta. 5 kara 3 15, 5 bir dilda. 5 kara 4 20, bir dildagi bilan 21 1, 2 dilda bo'ldi. 5 kara 1 5, 2 ni qo'shsam 7. Ya'ni 715 chiqar ekan, ayirsam 0 chiqar ekan. Demak, 715'i 143 ga bo'lsam 5 ta yetar ekan. 715 bo'luv 143 barobar 5 ekan.